20-dekabr shanba Jahon School jamoasining barcha a'zolari katta team building tadbirida ishtirok etishdi. Jamoamiz a'zolari erta tongda soat 9:00 da maktabimizga yig'ilishdi va avtobuslarda yo'lga chiqishdi. Atmosfera juda ham qizg'in va quvnoq bo'ldi. Kunning birinchi qismida kanatkada uchish, turli xil o'yingohlar va jamoaviy yig'ilishlar bo'lib o'tdi. Bunday team buildinglar jamoa o'rtasida birdamlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlaydi. Undan so'ng esa jamoamiz bilan birgalikda mazali tushlik bo'lib o'tdi. Kunning ikkinchi qismida esa barcha jamoa a'zolarimiz bilan birgalikda bahs va munozaralarga boy bo'lgan zakovat o'yini tashkil etildi. Jahon School salohiyatni kashf etamiz.